Bozorda arava tortib yurgan kichkina Abdulloh. Nima yeyapsan Abidga hozir? Non bilan bodring yeyapsanmi? U kattalardek og'ir yuklarni ko'tardi. Chunki otasi jigar kasalligidan o'lim bilan kurashayotgan edi. Birgalikda qo'l uzatdik va 350 million yig'dik. Menga yaxshilik qilgan insonlarni o'zi panohida asrasin Alloh. Otam meni yaxshi davolanib olib ketadi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi degandim Abdulloh senga, Endi mana shu aravada yetalib, ota-onangga endi hozir og'ir yukni emas, Allohning mo'jizasini olib kelamiz. Qarang dada, davolataman degandim-ku. Bu dard sizni ham, bizni ham befarq qoldirmadi. Abdullohning ko'z yoshlari esa duoga aylandi. Otasini Hindistonga davolanishga jo'natdik. Ona va Abdulloh esa umra safariga bordi. Inshaalloh mana shu bola sababchi bo'lib, siz mana umra safariga inshaalloh Abdulloh nomidan bu jamoamiz nomidan sizga Hammamiz jannatlarda Allohim birga ko'raylik. Ular Ka'ba oldida Allohga ko'z yoshlar bilan duo qilishdi. Bugun ular quvonch bilan uylariga qaytishdi. ovqatlar deyapsiz, hamma narsani. Ketiysiz oldinga qaragandan inshaalloh. Tashti 90% o'zgarish bor. Do'stlar, bu quvonch faqat Abdulloh va uning oilasi emas, balki bizni ham sizni ham baxtiyor qildi. Chunki u endi arava tortmaydi. U endi otasi yonida, oilasi bilan baxtli farzand. Bir bolakayning dardi butun xalqni birlashtirdi. Biz kichkina sovg'a ham berdik, otasi uchun mototsikl. Sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz, ehsonlaringiz sabab bu natija bo'ldi. Rahmat sizga. Alloh qilgan ehsoningizni ming karra ziyoda qilib qaytarsin. Videoga like bosing, tarqating, balki yana bir oilani ko'z yoshlari quvonchga aylanishiga siz sababchi